bugunning o'zida 10 ta odamni gruppadan olib tashyapmiz. Ahmad aka, ko'p o'quv markazlari bolalar yo'qotishdan qo'rqishadi, ya'ni talabalarni. Va o'qimayotgan talabalarni ham haydashmasdan o'qitishni davom ettiradi. Internet ishida qanaqa? To'g'risini ayting, agarda misol uchun siz o'quvchi bo'lsangiz, dars qilmasangiz, joyida gruppadan olib tashlaymiz. Buni qanaqa bo'lishini hozir call centerda ko'rsataman, keling. Bu bizning call centerimiz International Schoolda redress tizimi bor. O'quvchi 3 marta dars qilmasa, joyida qanaqa bahona bo'lmasin, gruppadan olib tashlaymiz. Unda real, mana Malika redress menejerimiz, Malika bugunning o'zida nechta o'quvchini dars qilmaganiga olib tashyapmiz gruppadan. Bugungi ro'yxatni ko'radigan bo'lsak, 10 nafar o'quvchilarimiz uyga vazifani bajarmaganliklari sababli shartnomamizda to'xtatishga majbur bo'ldik. Mana 10 ta odam, mana real son bugunning o'zida 10 ta odamni gruppadan olib tashyapmiz, dars qilmagani uchun. O'zi umuman bo'lajak ota-onalar bizlarning farzandlarini bermoqchi bo'lgan, bo'lajak o'quvchilar uchun tegishli internationalda natija uchun o'qishadi. Agarda siz rostdan ham internationalda bilim olib, natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, keling. Bo'lmasa, kelmang. Ko'rishguncha.